bolalikka qaytgimiz keladi. Ana shu chiroyli archalar, qorbobolar, qorqizlar degandek bizga kerak bo'ladigan bu yangi yilning ko'rki hisoblanadi. Qorboboni bilmadi-ku, lekin bugungi davramizda kichkinagina qorqizchamiz tashrif buyurgan ekan. Bibisora qorqizchamizni ismlari asakanlik Bibisora qizimiz qarsaklar bilan olqishlab turasizlar. Mana shu chiroyli qizchamiz va bugun siz kabi yoshi ulug' onaxonlarimizga, muhtarama opa-singillarimizga, qadrdon aka-ukalarimizga qorqizchamizni qarang nimalarni atagani bordir. Endi qorqiz o'zi qorbobo bo'lardi oldingizda. Qayerda yuribdi-ki? Qorbobo uzoq o'lkalarda qolib ketdi, meni jo'natdi. Ishonamiz, bolalikdan shu gap. Qorbobolar uzoqdan keladi, bizga sovg'a beradi deb mana yoshimiz ham 40-50 ga qarab ketyapti. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, qorqizchalar bor bo'lsin. Endi qorboboni o'rnini bildirmaslik uchun qorqizcha bizga nima aytib berasiz? Eshitamiz. Dala tashda tindi ish, mehmon bo'lib keldi qish. Qish emas bu qorbobo, sovg'alari ko'p bobo. Uyda bezalgan acha, tepasida oypacha, o'tdi yozdan bahorday, xuddi kuzgi nahorday. Qarsaklar bilan chopamiz. Asakalar bormi? Asakalar qizi, asakalar kelajagiga. Asakalar yaxshi sharoitda Bibisoraning onasi ham ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faol, Nilufar xonim Siddiqovaning qizlari bo'ladilar. Endi qorboboyingiz sovg'asini biz uzoq kutmaymiz. Biza Andijonda shunday urf-odat bor, kelgan mehmonni qurib qaytarmaymiz. Mana shu sovg'a sizga. Qorboboning sovg'asini ham o'zi olasiz. Salomat bo'ling, asalib sekin, chiqasiz. Qarsaklar bilan qorqizchamizni tushirib qo'yamiz. Bir olam bir kuy